Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 5-iyul 2026-yil. Kecha mana shu oilani short video qilib qo'ygandim. Qanday ishlashini. Bugun bir ochib ko'ramiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'rashibdi, aka shu oilani asali bilan sotasizmi? Sotishga sotmaymiz-ku. Buni bir ko'rsatamiz. O'zi kichkina oila bu. 1 2 3 4 5 6 ta ramkada o'tiribdi ekan. Oqartirib ishlashni boshlashgan uje. Ko'rinayotgan bo'lsa, do'stlar, mana shu holatda. Hozir ramkalarni bitta-bitta olamiz, ko'ramiz. Arisi ham yaxshi holatda ekan, xudo xolasa. O'rtadagi ramkasini oldim. Chunki chekkasini olish juda qiyin hozir. Asalli hidi bilan mana dahshat ishlashdi. Opto'roqqa olib chiqaylikmi? Ko'rinayotgan bo'lsa, rosa asalga ishlayapti ekan do'stlar. Urug'lari ham bor ekan, mayda yangi urug'lari mana. Ko'ryaptimi? Hozir ana bu tomonini ko'rsalaring ham do'stlar, shunday yangi urug'lar, yotgan urug'lar, urug'lar pastroqlarda hammasidan bor. Eng pastigacha urug' qo'yibdi, xudo xolasa. Xo'p, buni mana bu tomonga qo'yib turamiz. Hozir beradi qizim. Bu yonidagi ramkasi. Şurada olishcha qiyin bo'lyapti, chunki mana yashikni neto joyga qo'yib qo'ygan ekanman do'stlar. Shu yoqda yegina. Biroq shu ham o'ta. Hozir chaqadi sizlarni shu. O'tib turinglar. Do'stlar, mana oxiridan bu 3-ramkasi. Buni ham o'zi shetdan ham ko'rinar ekan tepasi. Asalli joylari. Ishirib ishlashni boshlashibdi. Rasplot, pechat urug', yangi urug' hammasi bor ekan. Bular bana qishloqqa kelgandan keyin o'zlarini o'nglab oldi. Tog'da ancha rasvosi chiqqan ekan. Jo'lini hozir olib beraman qizim. Arilar ham asalimizni olib ketib qolyapti deb to'polon qilishni boshlayapti.
Lekin asalni hidiga gap yo'q do'stlar. Shu video orqali hidini ham ulashib bo'lganda sizlar bilan o'rtoqlashardim. Albatta ulashardim, lekin afsus iloji yo'q. Mana do'stlar, perga, gulchang rosa joyida olib kirib tashlabdi.